Assalomu alaykum. Oltiariq Chorva kanalining obunachilari. Uzoq yaqindan kuzatib borgan aka opa-singillar. Mana sizlarga buqalarni zo'rlardan olib kelib qo'yildi. Uni ajrli ham bo'lsa, sigirli ham bo'lsa, sekin olib, bitta olib, zo'ridan olib, boqaman 1 tonna, 1,5 tonnalik qilaman deganlarga tavsiya berilaveradi. Obunachilar videoda boshdanoq bittadan laklarni bosib, obuna tugmachasini bosib qo'ysalar, bizda xudo xolasa bunaqa buqalardan ko'p chiqadi. Ba'zan bunaqangi bo'g'oz xonajin, qisir qotishga tayyor, hammasidan bor. Sementalistlarning hammasidan bor. Videoda oxirigacha ko'ringlar, xudo xolasa zo'r narxlarda qilib beriladi. To'g'rimi? Narxlar zo'r bo'ladimi? Zo'r bo'ladi. Obunachilar. Bu qanaqa avstriyskiy bolalardanmi? Ha, hozir sementallar. Toza sementallardan obunachilar. Pasiya, to'yda. Bunaqa bo'lsa, xudo xolasa qoni toza, hamma yo'g'i garantiya. Bu joningdan turishni qaranglar. Oq ko'p obunachilar, chata mollar bas, xudo xolasa vesi ham yaxshigina. Janovorlar sutga to'yganida zo'ridan. Oq kiprik, oq tumshuq. Xudo xolasa yeyishiga, ichishiga, to'rala oyog'iga, qoniga garantiyasi bor. Tekshirtirib olishaveradi. Bemalol. Endi bularda yosh oyliklari qanaqa? Yoshlari 1 yasharga borib qo'ygan. 1 yasharga borib qolgan. Hozir irg'averami? Xonajilari bo'lsa? Xonajilari bo'lsa, kattalar o'zini qochiraveradi. Qochiraveradi obunachilar. Bular bo'ylari necha chiqadi? Bo'ylari bordi, 1.30 bormi? 1.25 atrofida obunachilar kelib ko'raverasizlar. Videoda katta, kichkina ko'rinib olishi mumkin, lekin buqalar haqiqatan ham zo'r. Sutga to'yganlik, baqbaqasi og'iztagigacha kelgandan keyin unaqangi oq kipri, oq tumshuq qulog'ida juni boridan deyishadi, shunaqasidan ekan-da. Endi narxini qarang. Bo'ledaxon qilib, yopishtirib gapiraverasiz. Donalabga ham hammasini bitta joyga ham sotilaveradi. Sotilaveradi. U manzilni tushuntirib yuboraylik, bo'lmasa birinchi to'liq manzil. Manzil. To'g'ri. Bo'yda tumani, Qoratepada. Obunachilar Telegramdan yozsalang ham lokatsiyasini tashlab berilaveradi. Telefon nomeri nechi edi? Bu narxlari 90lik 857 80-70 aloqaga chiqaverasizlar obunachilar. Narxini gapiring endi. Oldi qochdi qilmasdan. Narxini bir joyga olamiz desa 45 milliondan Samarqandgacha dastlabki qilib beramiz. 45 milliondan. Hammasi bitta joyga. Bitta joyga. Donalabgachi? Donalabga talashga qarab sho'ra. Jonivorlar turishini qaranglar obunachilar. Uchovini bitta joyga olib tashab qo'ysalar ham xudo xolasa zo'r bo'ladi. 10 ta, 20 ta buqalar ichidan tanlanib qolganlari zo'rlarni olib qolishgan. Mana shunaqa zagolli ham bo'lsa, haza qilib yuraveradi. Lekin buqalar o'ta ham yirik zo'r narsalar. Endi donalabga necha pulgacha? 1-2 million plyus minus bo'ladi. Uchovini bitta joyga kelishtirib bering, 45 demasdan. Dastavkasi mayli, chi o'tib bering. Kelishosin, yana mayli, xayriga obunachilar uchun o'tib beramiz. Videoda bitta o'ting 45. Ta. 43 deng, 43,5 deng. 44,5 milliondan obunachilar uchovini bitta joyga olaman desalar, qilib berishadi. Yana ham kami bor, Samarqandgacha dastavkasi ichida. Uylang bo'lsa, uylangga olib bortirib beradi xullas. U dastavka umuman muammosi yo'q, kelib ko'rib olaverasizlar. Kimda kim kerak bo'lsa, bu yerda bo'g'oz, gibrid, galishten, semental hammasidan bor. Ana shu pastki nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.